bir xil payt shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, bir nimalarni gapirgisi keladi. Tushunarli. Yo'q, sizlarda ham bo'lgan shunaqa tuyg'u mana. Nimadirlarni gapirgisi keladi. Nimadirlarni yechimini topgisi keladi. Bir orada yig'lagisi, bir orada kulgisi, xullas suhbatdosh bilanchi yoyilib ishonch bilan gaplashgisi keladi-da. Nimaga degan savol tug'ildi-da, nimaga shunaqa bo'lyapti? Chunki odamlarga ishonch qolmayapti. Bugun kimgadir gapirgan gapingiz ertaga boshqa odamdan yetib kelyapti. Ishonch bu eng qimmat tuyg'u deb bilaman. Hozir hattoki jigariga ishonmayapti. Jigarini sotib ketyapti. Jigarini g'iybat qilyapti. G'iybat qilish bu odam go'shini yeyish bilan barobar. Dahshat. Eng yaxshi hamrohim bu mashina. Mashinamning ichida zo'r shumka qilib qo'yganman. Eshitilmaydi. Tonirovka qilib qo'yganman, ko'rinmaydi. Ana o'sha yerda o'tirib yig'layman. Odam o'zi bilan o'zi gaplashadi, aslida o'zi bilan emas, Alloh bilan gaplashgan bo'ladi.